Sizni chet el universitetlaridan rad javobi olishingizga sabab bo'ladigan 3 ta asosiy xatolar. 1. Qolipga solinib yoziladigan insholar. Bunday insholarni qabul komissiyasi har kuni minglab o'qiydi va aynan shablon ostida yozilgan insholaringiz 5 sekundda axlat qutisida paydo bo'ladi. Va aynan shuning uchun ham bu shablonlar orqali yozilgan insholaringizda siz o'z shaxsiyatingizni to'liq yoritib bera olmaysiz. 2. Akademik robot bo'lish. Ko'p universitetlar faqatgina bahoning orqasidan yuguradigan qo'sh tirnoq ichidagi a'lochilarni emas, balkim atrofga, jamiyatga foydasi tegadigan haqiqiy liderlarni qidirishadi. 3. Vaqtni noto'g'ri boshqarish. Ko'plab studentlar chet el universitetlariga topshirayotganda deadline'ga bir necha kun qolgandagina o'z hujjatlarini topshirish jarayonlarini boshlaydilar. Va tartibsiz va shoshilinch o'tgan jarayonda ular o'z potensiallarini to'liq yoritib bera olmaydilar. Va aynan shu sababligina ular rad javobini oladilar.